Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan istalgan yana o'sha inek do'stlar. Bugun 5 kun aktiv bo'lmadim, uzr so'rayman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra va bugun mana shu qizil doiradan mana salomlashib Luna. Hammaga salom do'stlar, bizlarni Bo'ldi, yetar. Xo'p, короче, mana shu qizil doiradan chiqqan, mana videodan ham bunaqa qilib o'tgan. Mana shu qizil doiradan chiqmaslik kerak. Agar chiqib qo'ysak yutqazamiz, chiqsak agar chiqmasak bir kun ya'ni ertalab xuddi mana shu vaqtda chiqmagan bo'lsak yutamiz va bizga ma'lum bir miqdorda pul tarqatiladi. Xo'p, mana post ekinlarimga qarab olaman. Buni qilib. Xo'p, endi esa egib chiqamiz. Luna bizning mehmonimiz, yangi mehmon. Yangi emasda, hammaga farqi yo'q. Xo'p, Luna nima qilyapsan? narsalarimizni qo'ygandik. Ha, endi biz och bo'lmasligimiz ham kerak. Xo'p, qanaqa qilsak bo'ladi? Menda zo'r ideya bor. Hozir men shaxtaga tushib chiqayda. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Tak, menimcha mana shu yerda spawner bor edi. Agar adashmayotgan bo'lsam, mana shu spawnerga borib ko'rish kerak. Birinchi o'rinda. Tak, mayli, mana bu ozgina temir oldik. Xo'p, menimcha bu yerda tugasa bu yerdan. Borolmayman ekan, afsuski. Xo'p, endi esa qoldi, bola bosib ketdi. Yo'q-mayo. Men tepasiga chiqib qo'ray. Sal qoldi. U chiqdimi? Luna? Ha? Hozir nima qildik shunda? Yo-mayo. Luna yutqazdik-ku. Endi nima bo'ladi? Endi bir nima bo'ladi. Hammaga obunachilar, ozgina minutlik bo'lsa ham video bo'ldi. Hammangizga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.